Komünistlik Partiyasining rahbarligini himoya qilamiz. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining qonun nizomlariga rioya qilamiz. Davlatning planliq tug'ut siyosatiga qattiq rioya qilamiz. Bir xotinlik tuzumning jamiyat amalligining o'l teshi ekanligiga qat'iy ishlaymiz. Bu xil tuzumni yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz. Uning izzat hurmatini qo'llaymiz. Yashaganlarni beqish mas'uliyati va farzandlarni tarbiyalash mas'uliyatini ado qilamiz. Ilm-fanga cho'qinib, diniy asabiy ideya va xurofotlikdan yiroq turamiz. Hozirdan boshlab o'yinish bizga yuklangan mas'uliyat va majburiyatni o'rtoq ustimizga olamiz. O'zaro hurmat qilib, o'zaro ishinib, o'zaro yo'l qo'yib, o'zaro hamdardli bo'lib, bir umr bir-birimizni umrvoyat chinimizda yaxshi ko'ramiz. Amdi yigitni so'z qilish Amdi qizni so'z qilishga taklif qilamiz. Hozirdan boshlab o'ngishli hayotga unutilib va yaqin namoz bo'lishi uchun qat'iy nazar sizni mangu sevman, mangu qadrlayman. Mangu sodiq bo'lman. Amdi yigit bilan qizni birlikda so'z qilishni taklif qilamiz. O'yinimiz bizga yuklangan mas'uliyat va majburiyatni o'rtoq ustimizga olamiz. Ota-onamizga vafodor bo'lamiz, farzandimizni yaxshi tarbiyalaymiz. O'zaro hurmat qilishimiz, qonun tuzumga anglab rioya qilamiz. Boy yoki nomard, sog'lom yoki kasal bo'lishdan qat'iy nazar, erk-ularda bo'lamiz. Bir-birimizni sevamiz, muhabbatimizni qadrlaymiz, umrlik allohdan bo'lamiz. Bugungi va'damizga amal qilamiz. Qasamlarga chiqamiz. 2021 3 ayning 26 kuni bugundan boshlab o'ngishliq yoki o'ngishsizlik bo'lishi, boy yoki nomrod bo'lishi, sog'lom yoki kasal, yosh yoki qir bo'lishidan qat'iy nazar, sizlar ayg'ir kunlardami, jabodmi, halovatmi bo'lishinglar kerak. Sizlarning bugungi qasminglarga naq maydondagi urug' tuqqanlar, mehmon do'st birodarlar guvoh. To'y xatib bo'lsa sizlarning er ayollik munosabatlarini isbotlaydigan qonunliq guvohnoma. Sizlarning bir umr ativolab saqlashinglarni umid qilamiz. Men Yangshan oila xalq ishlari idorasi vakolatidan sizlarga eng samimiy baxtni tilayman. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining haq talab qonun dasturida belgilangan o'yinish xati olishlar er ayollik munosabatini turg'izgan bo'ldi. Sizlarning o'yinish munosabatinglar mana bu daqiqada vujudga keldi. Men chin qalbimdan sizlarga baxt tilayman. O'yinishinglar ko'ngillik, oilalar baxtli bo'lg'ay. Qani o'ltirgan mehmonlar mush yosh bir juftlarning hozirdan boshlab er-xotin bo'lganligini qizg'in tabriklaylik.
抖音。